Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 27-noyabr, soat 11. Virginia shtatidaman, yuk olishga kelganman. Hozir bu yerga bo'sh treylerni tashab, yuklangan treylerni olib yo'lga tushamiz. Yukimiz Nyu-Yorkka ketadi, Buffaloga, Kanada bilan granitsa. Yo'limiz uzoqligi 500 mayl. Bugun bayram bo'lgani uchun uzoqqa yuk topisha olmadi. Shuning uchun shu yukni olishga majbur bo'ldik. Shu ham zo'rg'a chiqdi, bitta bilan dispetcher borib damizda olavering aka, bugun chiqish ehtimol kamroq degandi, lekin kompaniyaning treyleri bo'lgani uchun bitta yuk chiqib qoldi, yuklangan ekan tayyor. Hozir shuni olib yo'lga chiqamiz nasib bo'lsa. Yukimizni og'irligini bilmadim. Chunki bu yerda bunaqa shlemlar berar ekan. Demak, bu yerda ko'proq og'ir yuklar yuklanadi. Chunki nimani ham orqa akselda ham, treyler akselda ham surdirdi. Shunaqa, bugun bayram aytganimda do'stlar, bugun Amerikada minnatdorchilik kuni deydimi? Shunaqa bayram. O'shancha ko'p joylar yopiq, ko'p joylar ishlamaydi. Ertalab ham yuk tashlagani kelgandim. U yer ham yopiq ekan. Hay, treylerimni u yerga drop qilib ketdim, ruxsat berishdi. Yaxshi vaqtimiz ketmadi. Lekin bu yukimizda bitta muammosi borki, ertaga kechqurunga topshirilar ekan. O'zi 500 mayl, uncha uzoq emas. Lekin vaqtimiz ko'p ketar ekan. Ertaga juma, lekin barvaqtroq topshirib yuk olishimiz kerak edi. Ertaga ham agar ola olmasak, juma shanba kuni, shanba yakshanba kuni bilmadim. Yuk chiqishi qanday bo'ladi? Hay, ko'ramiz qani. Unda hozir yuklangan treylerimizni topamiz, raqamini bergan. Hozir o'shani topib, uni olib chiqib ketamiz. Mana shu 3-treyler bizniki ekan. Hozir birinchi qatorda turgan ekan. Topishga qiynalmadik. Mana bu balonlarni ko'ryapsizlar. Chuqur bo'lib qolgan tagi. Suv to'planimi yo buksavat qilganlari uchunmi boshqa traklar. Meni matflapim ketdi. Mana bu balonni otlaydigan tosh-toshlarni himoya qiladigan narsa. Polni sindi temir bilan. Buni endi polni alishtirish kerak. Balon tagida qolib ketdi. Yaxshi fasilitning ichida tarozisi bor ekan. Hozir treyler akselni surmasdan turib, shuni borib taroziga chiqamiz. Keyin ko'ramiz qani qanchalik og'ir ekan yukimiz. Lekin yurishga qaraganda og'irga o'xshamayapti unchalik. Общий gross 77.200 ekan. Hozir treyler akselda surib, o'zimizga qulayroq qilib, keyin yana qayta taroziga chiqamiz. Chunki bu haydashga juda noqulay bo'ladi. Orqada bo'lgani uchun ham burilishlarda juda xalaqit beradi. Tor joylarda burila olmay qolamiz. Yana bironta stalbani o'zimiz olib ketmaylik. Hozircha shuncha surilgani ham yetadi. Chunki yukimizda qaytgacha yuklanganini bilmaymiz. Chunki plomba urilgan, ochib ko'rish mumkin emas. Bunchalik ancha normalniy, burilishlarga ancha qulay bo'ladi. Kattaroq olamiz. Hozir sizlarga bitta qiziq narsani ko'rsataman. Yangi driverlar bo'lgan bo'lsa yoki shu narsadan xabari yo'q odamlar uchun, shofyorlar uchun juda manfaatli bo'ladi. Men ham o'zim birinchi marta o'rganganimda juda xursand bo'lganman. Bitta do'stim o'rgatgan. Hozir o'shani sizlar bilan sinab ko'ramiz. Chunki zapravkadagi tarozilar har bir akselingizda o'lchab beradi qanchaligini, og'irligini. Bu yerda bo'lsa общий grossda o'lchaydi. Shuni hisobiga aksellarda qancha og'irligi, qancha yengillik uni bila olmaysiz. Shuning uchun hozir men sizlarga qanday qilib shuni bilishni ko'rsataman. Birinchi hozir steer akselni chiqarib yuboramiz tarozining ustiga. Trakda, shu trakda o'zini o'rtasigacha, trak treyler emas, trakda o'rtasigacha kelib olamiz, shuni chiqarib. Bo'ldi. Endi bo'lsa, to'g'rimizda tarozi turibdi. Bizga kerak bo'ladi bitta ruchka bilan bitta qog'oz. Shu qog'ozni orqasiga yozsak bo'ladi. Steer aksel, mana trakda oldin akseli 12.000.
12 ming deb hisoblaylik. Endi yana haydamizdan oldiroq. Endi treylerni o'rtasigacha olib kelamiz. Taroziga chiqamiz. Treylerni o'rtasigacha. Trakda ikkita aksel yo'q, treylerni o'sha o'rtasigacha chiqamiz. Mana o'rtasigacha chiqdik. O'rtasigacha bo'ldi. Endi bo'lsa ham ruchkani olamiz u. Yozamiz to'g'ridagi tarozidagi raqamda. 43680, 43700 yozaylik. 43000 ruchkam yaxshi yozmayapti. 700. Bo'ldi. Endi polni chiqamiz. Polni vesti bilamiz, yana bir marta chiqamiz. Trak treyler polni taroziga chiqamiz. Hozir sizlarga ko'rsataman, qancha bo'ldi mana. Polni gross, общий gross 77200. Endi buni ham yozib qo'yaylik, hisoblashimizga oson bo'ladi. 77200. 77000. Endi tarozdan tushamiz, boshqalarga xalaqit bermaslik uchun. Kalkulyatorda olamiz. O'rta akselda olamiz. Ana optionni ikkinchi marta taroziga chiqdik-ku. O'shanda stir aksel emas-u. Trakni yarmigacha olib keldik-ku tarozigacha. Oxirgi polni trakt emas, trakni yarmigacha olib kelganimizda mana 43700 chiqqanda. O'shani hozir hisoblaymiz. 43700 ayiramiz 12000 barobar 31000 chiqdi. O'rta aksel misol trak aksel 31700 chiqdi. Biz zo'r. Endi nima qilamiz? 77000 ayiramiz 43700 barobar 33300 chiqdi. 33300 chiqdi, biz zo'r. 34000 gacha bizga mumkin. Hozir bizning zapravkamiz ham hozirlar ko'rsataman, qaytib ketib kelgan. Agar polni bak qo'ysak, to'g'ri bo'ladi hammasi hisob kitobimiz. Mana yarimdan kamda. Hozir bitta zapravka qilsak, oldin aksel bilan orqa aksel ham to'ppa-to'g'ri bo'ladi. Yana buni bir taroziga borib o'lchab olamiz. Shu plomba urilganini bir tarafı ham yomonki, qanaqa yuk yuklangan, u qanday qotirilgan u yukni bilmaysizlar, chunki yo'lda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Qattiqroq tormoz bersangiz u yaxshi qotirilmagan bo'lsa, siljib ketishi mumkin. O'shanda ham vesken rol o'ynashi mumkin. Shuning uchun ham plombalangan yuklar ozgina shu tarafdan xavfli bo'ladi. Agar og'ir bo'lsa. 8,5 soatlik yo'lim bor ekan, agar to'xtamay haydasang deyapti, soat 9,5 larga yetib borasan deyapti. Bizga bo'lsa ertaga soat 9 da, kechki 9 da. Bir sutka orada vaqt bor. Bu yog'i dam olish ekanda, ko'ramiz, yarim yo'lgacha haydab dam olib boramiz yoki yetib olgandan keyin o'shga yaqin bir sutka dam olamiz. Vaziyatga qarab yuraveramiz. Hozir birinchi zapravka qilib tarozi bilan o'lchab olishimiz kerak yukimizni. Menimcha yo'limiz ham ancha tog'li yo'llar, chunki Virginiyadan tog'li joylar ko'p, yo'llari baland-pastlik. Shuning uchun ham hammasini cho'tib qilib olishimiz kerakki, yo'lda muammo chiqmasligi uchun. Hozir ABS light yonganda endi xavotir bo'lib turdim. Shuni ham bugun shoplar ishlamaydi, ustaxonalar. Yaxshi o'chdi. At the end of the street.
Mana tarozi ham qilib oldim. Ko'rganlaringdek 99% to'g'ri. 31700 edi, hozir bu yerda 31640 turibdi. Orqasi ham 33000 qanchadir hamda esimda yo'q. Pashta 1/1 to'g'ri. Hozir bitta zapravka qilsak to'g'ri bo'ladi o'zi hamma versiya ham. Abetka Mastova. Ukropimiz ozgina so'lib qopti, hech qisi yo'q. Yesa bo'ladi. Restoraga to'xtaganman. Vaqtim bemalol bo'lgani uchun shu yerda obed qilamiz o'tirib tashqarida toza havoda. Kuz ham oxirlab qoldi. Bundan keyin qish sovuqda o'tirib bo'lmaydi baribir. Shu uchun foydalanish kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Keling do'stlar, Mastovaga. Mana bu yerda steak barbekyu uchun ham joy qilib qo'yibdi, yaxshi. Bitta o'tirasiz, pishirib. Juda ham ajoyib restoran ekan. Mana qanaqa gul ekan. Mevasini qaraydi, qanday chiroyli. Bu qishda menimcha qurimasa kerak. Chunki ko'rishlari mumkin atrofda daraxtlardan masalan bargi to'kilib bo'lgan allaqachon. Lekin juda ajoyib narsa ekan. Ajoyib qizil. Restoraga to'xtadim. Bu yerda qurilish ketyapti ekan. Bu yerdan kelib orqamacha parking qo'yasiz ekan. Boshqa restoranlarda bilsalaring, to'g'ri kelib traktor kirgizib qo'yardingiz. Bu yerda shunaqa ekan. Ozgina agar trak ko'p bo'lsa qiyin bo'ladi. Shunga mana palasagacha olib kelmadim, traktor orqaroq qo'ydim. Kechqurun yana bironta trak qaytib solmasin, uyquni buzib kayfiyatdan rasvo qilib. Shunga orqaroq qo'ydim. Aytgacha trap qo'ymadim palasagacha. Ba'zilar juda ham palasaga yaqin qo'yib yuboradi. Endi har xil driver bo'lishi mumkin, kechqurun charchab kelib bilib bo'lmaydi. Shunga ehtiyot bo'lgan yaxshi. Qarochi, to'xtaganim sababi yo'lda probka ekan. Yarim soatdan oshiq qizil ko'rsatyapti. Shunga to'xtadim. Agar yarim 1 soatda ochilsa dal shu yuraman. Agar ochilmaydigan bo'lsa ertaga barvaqtroq turib yo'lim davom etaman. Hozir Merlin shtatiga kirib kelganman.
o'sha Maryland shtatiga kirib kelishda Washingtondan menimcha. Welcome Center ekan. Ajoyib qurilgan. Xayrli tong do'stlar. Soat 7:30. Hozir yo'lga chiqaman. Havo juda sovuq. -2. Oftob chiqyapti. Kechqurun traktor o'zini pechkasini yoqib yotgandim. Bilmay qaysi paytda o'chgan, kechasi tursam muzlab ketibdi. Shundan keyin ertalab barvaqt haydamoqchi edim. Shundan keyin pechkani yoqib, o'ranib yotib, yana darsi uxlab qoldim. Hozir yo'lda davom etamiz. Kamplar ham bombosh. Bironta trak yo'q, zapravka qiladigan. Trak so'pa bashta bo'shsa bo'ladi. U tarafga katta parking. Lekin traklar shu zapravkaga yaqin joyga qo'ygan. Ichkariga kirish uchun qulay bo'lish uchun. Men ham shu yerga qo'ydim. Hozir kirib bir dush chiqaman. 2 soat yo'l qolgan. Yaqinroqqa borib, soat 9da yuqum topshirishim kerak. Kutib o'tiraman-da. Bilmaganlar uchun yangi shofirlar bo'lishi mumkin. Mana bu sochiqlarni ishlatib ko'rmanglar, chunki bularda hamma yo'g'ini bo'lgandan keyin pollarni artib chiqib ketishadi. O'zim necha marta ko'rganman. Shuning uchun oyoq quritgan bo'ladi, oyoqdagi tashlagan, lekin badanda artishga maslahat bermayman. You get number 3 after that. Thank you for shopping at Lowe's. O'ttiz mayl qoldi deliverygacha. Soat 9da oladi aytganimda. Shuning uchun 5 soat vaqtimiz bor. Shu yerda dam olib yuk topshiramiz. Yukimizni topshirgandan keyin yana bitta yuk olib qo'yishibdi. Pensilvaniyadan Washington shtatiga. Bilmadim, taxminan 2,5 mildan oshiqroq yo'l bo'lishi kerak. Delxiyada bilan hisoblasak 3000 ga yetib qolsa kerak o'ylashim bo'yicha. Shuning uchun yuk tushirib, sizlarga yukimiz tayyor ekan, borib olishimiz kerak. Shunaqa do'stlar. Hozir ko'ramiz. Agar uyqu kelsa uxlab dam olamiz, birolar kechasida haydaymiz. Agar uyqu kelmasa, videoni montajini qilaman.
shirin bo'lib ketishi ham shart emas. Birinchisi bo'lsa bo'ladi. Traklarni shu yerga parkingga qo'yib, qog'ozni olib ichkariga kirib check-in qilish kerak ekan mana xonachada. Keyin o'chiratimiz yetsa telefonda aytadi. Mana shunaqa distributionlar, facilitylar faqat appointment bilan qabul qiladi, faqat vaqtida qabul qiladi. Vaqtidan oldin ham, keyin ham qabul qilmaydi. Kech qolsangiz ertasiga yoki undan keyingi appointment qilib berishadi, yuk tushirishingiz uchun. Hozir 140-dokka qo'yamiz ekan traktorlarda, keyin 131 ga borib qog'ozlarni beramiz ekan. Ular mencha bo'shasa aytadi. Shu oyoqlar tagi muzlab sig'onchi. Bu yerda ko'proq qor yoqqan ekan. Hozir mana bu orqa akselni oxirigacha surishimiz kerak ekan, yukimiz og'ir bo'lgani uchun. Xullas men ko'ra olmadim. Bu balon sig'onib bu yergacha keldimi yo aynalib keldimi? Chunki tagi muz sig'onib kelishgan bo'lishi ham mumkin. Agar aynalib kelgan bo'lsa, qanaqadir muammo bor. To'ylarda. Plombani o'zimiz qirqamiz ekan. Xullas yukni nimaligini tushunmadim. Mishiqni suratini qo'yib qo'yib, qanaqadir TDK yozgan bu. Lekin og'ir yuk, bilmadim nimaligini. Yemishdan juda og'ir, yemishlik uchun. Tushirib bo'lsa, o'zlari xabar berishar ekan, telefon qilib, nomerda olib. Yo'qsa uxlab olganman dam olib. Kechqurun haydayman deb. Yaxshigina damda olib. Yukimni tushirib bo'ldi. 1,5 soatga qolmasdan qog'ozlarni oldimmi? Endi hozir keyingi yukimga tezroq borib olishim kerak. Bilmadim, hozir shamol bo'yapti. Empty yurishga mencha sal qiynalsam kerak, o'shancha ostroq haydab boraman. Bo'sh treyler bilan xavfli. Ba'zi joylarda ozgina suv to'plangan yo'llar muzlagan o'zi. 270 mayliga yaqin yo'lim bor yukgacha. Yukimiz aytganimdek Washingtonga ketadi. Uni keyingi videoda ko'rsatib boraman. Bu videoni shu yerda tugatsak ham bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like qo'yinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. O'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Xayr.